Salom qiziquvchilar, siz boshqa dunyo kanaldasiz. Insonlarning xilma-xilligi ko'pincha hayratga soladi va lol qoldiradi. Ko'pchilik umuman qabul qilingan me'yorlarga qarshi chiqishga jur'at qiladi va o'ziga xos bo'lishdan qo'rqmaydi. Bugun biz sizni juda noodatiy insonlar bilan tanishtirmoqchimiz. Ular o'zlarining kattagina jussasi va og'ir vazni bilan mashhur bo'lishgan. Ularning hayotiy hikoyalari og'riq va azobga to'la, lekin shu bilan birga mislsiz jasorat va kuch, matonat namunalari ham yetarlicha. Bu insonlar hayotimiz faqat o'z qo'limizda ekanligining yorqin isbotidir. Katta odamlar dunyosiga qiziqarli, ammo oson bo'lmagan sayohatga tayyor turing. Robert Earl Hughes 3 oyligida ko'klyush kasalligiga chalingan. Bu esa uning qalqonsimon beziga zarar yetkazgan bo'lishi mumkin. Natijada u tezda vazn yig'a boshlagan. 13 yoshida 200 kilogramdan oshgan, shu sababli maktabni tark etishga majbur bo'lgan. 20 yoshga yetganda uning vazni 322 kilogramga yetdi. 27 yoshda esa 430 kilogram vazn bo'lib, mustaqil harakatlana olmay qoldi. Shunga qaramay Robert ko'rgazmalarda qatnashib, o'zining ulkan gavdasini ko'rish uchun pul to'lagan tomoshabinlar yordamida daromad topa boshladi. U har doim vazn tashlashga harakat qilgan, biroq barchasi natijasiz bo'lgan. Hayotining eng og'ir davrida uning vazni 486 kilogramga yetgan. Barcha qiyinchiliklarga qaramay Robert juda samimiy inson bo'lib, do'stlikni qadrlagan. Odamlar bilan iliq munosabatda bo'lgan va doimo tabassum qilib yurgan. Afsuski 1958-yilda u og'ir kasallik tufayli vafot etdi. Bu qizning bolaligi juda og'ir o'tgan. Bu esa uning oziq-ovqatga qaramliligining boshlanishiga sabab bo'lgan. 12 yoshida Samantaning vazni allaqachon 130 kilogram edi. Maktabda doimiy masxaraga duch kelgan. 17 yoshida esa dars qoldirish va past o'zlashtirish sababli maktabdan haydalgan. Shundan so'ng u sevib qoladi. Homilador bo'ldi va 230 kilogram vazn bilan farzand dunyoga keltiradi. Pul ishlash maqsadida u kamera qarshisida ovqat yeyish orqali fitness model sifatida faoliyat yuritishga qaror qildi. 35 yoshida uning vazni 426 kilogramga yetib, hayoti xavf ostida qolgan. Ammo baxtga qarshi Samanta qizi uchun hayotini o'zgartirishga qat'iy qaror qiladi. Shifokorlardan yordam so'raydi. Ularning yordami bilan 225 kilogramdan ortiq vazn tashlaydi. Lekin bunga to'xtab qolmay, o'z ustida mustaqil ishlashni davom ettirib, vaznini 123 kilogramga tushirishga muvaffaq bo'ldi. Ajoyib natija, shunday emasmi? Mercedes Cephas 2 farzandning onasi bo'lib 37 yoshida shifokorlarga murojaat qilganda uning vazni 350 kilogram edi. U ham bolaligida otasining haqoratlariga uchraganidan so'ng ovqatdan taskin topgan. Natijada og'ir holatga tushib qolgan. Ortib ketgan vazni tufayli u butunlay to'shakka mixlanib qolgan. Sog'lig'i og'irlashgan va doimiy parvarishga muhtoj bo'lib qolgan. Shifokorlar unga qat'iy dieta tutishni buyurgan bo'lsa-da, Mercedes doim yolg'on gapirib shikoyat qilgan va natijada 1 yilda 36 kilogram vazn yo'qotgan xolos. Bu esa oshqozonni kichraytirish operatsiyasi uchun yetarli emas edi. Afsuski, bu faqat gap bilan cheklangan va operatsiya amalga oshmagan. U o'z mablag'ini yig'ishga harakat qilgan bo'lsa-da, natija bermagan. 2013-yilda Saudiya Arabistonlik Khalid dunyodagi eng og'ir odam deb e'lon qilinganda atigi 22 yoshda edi va uning vazni atigi 610 kilogramda edi. Sog'liq muammolari tufayli u haddan tashqari ko'p vazn yig'ib to'shakka mixlanib qolgan. Khalid diabet, gipertoniya va nafas olish bilan bog'liq jiddiy asoratlardan aziyat chekadi. U 3 yil davomida uydan chiqa olmagan va taqdiri qanday kechishi noma'lum edi. Biroq Saudiya Arabistoni qiroli shaxsan uning hayotiga aralashib kerakli tibbiy yordam bilan ta'minlagan. Natijada atigi 6 oy ichida Khalid 320 kilogram vazn yo'qotdi. Ammo u shu bilan cheklanib qolmadi. Bir necha yil davomida jarrohlik amaliyotlari, reabilitatsiya, qat'iy mashg'ulotlar va sog'lom ovqatlanish orqali u vaznini 68 kilogramgacha tushirishga muvaffaq bo'ldi. Khalid mislsiz iroda va qat'iyatning yorqin namunasidir. Bu meksikalik yigit yoshligidanoq har yili o'rtacha 10 kilogram ortib borayotgan vaznini kuzatardi. 17 yoshida u allaqachon 200 kilogram edi. 32 yoshida esa rekord darajadagi 595 kilogram vaznga yetdi. Kasalliklar, gepatit, zararli odatlar va kam harakat turmush tarzi uni og'ir holatga olib keldi. Xuan to'shakka mixlanib qolgan, ikkinchi tur diabet, yurak va o'pka muammolari tufayli hayoti xavf ostida edi.
Shu bois u hayotini qat'iy o'zgartirishga qaror qildi. Tajribali shifokorlar nazorati ostida oxir yo'lni bosib o'tdi. Uning o'zining qat'iyati tufayli atigi 1 yil ichida 250 kg vazn tashladi. Bu jarayonda uning har doim onasi qo'llab-quvvatlab turgan. Otasi, keyin onasi, so'ngra esa koronavirus tufayli katta yo'qotishlarga duch kelganiga qaramay Xuan sog'lom hayot sari intilishni davom ettirdi. U chidam va irodaning haqiqiy namunasidir. Amerikalik Walter Hansen dunyodagi eng katta bel aylanasi bo'yicha rekordga ega bo'lib, uning bel atrofi 302 sm, maksimal vazni esa 543 kg ga yetgan. U bolaligidan ko'p ovqat yeyishni eng sevimli mashg'ulotiga aylantirgan. Bunga qo'shimcha ravishda agrofobiyadan aziyat chekkan. 15 yoshida 430 kg vaznga yetib to'shakka bog'lanib qolgan. Uning kundalik hayoti faqat uxlash, ovqatlanish va Injil kitobini o'qishdan iborat edi. 1987-yilda u o'zining yotoqxonasi eshik romiga siqilib qolgan. Bu voqea uni qattiq dieta qilishga undadi va natijada 310 kg vazn tashlab yana yurish imkoniyatiga ega bo'ldi. Shuningdek, u katta o'lchamdagi kiyimlarni pochta orqali yetkazib beruvchi kompaniya tashkil qildi va hatto unashtirildi. Afsuski, 1991-yil dekabr oyida o'z uyida yurak xurujidan vafot etdi. Ovqatga bo'lgan haddan tashqari muhabbat bu ayolning hayotini barbod qilishiga oz qoldi. Eng yomoni, u tasodifan 2 yoshli jiyanini bosib o'ldirgani haqida tan olgan edi. Biroq bu haqiqatga to'g'ri kelmasdi. Chunki 470 kg vaznga ega bo'lgan Mariya deyarli harakatlana olmasdi. Bunda bolani bosib qo'yish imkoniyati deyarli yo'q edi. Shunga qaramay, bu fojia uning o'zini o'zgartirish yo'lidagi boshlang'ich nuqtaga aylandi. Kuchli iroda, 11 ta jarrohlik amaliyoti va maxsus dieta tufayli u 400 kg vazn tashladi. Shunga qaramay, unga qo'yilgan ayblov olib tashlandi va u hayotini yangitdan boshlash imkoniyatiga ega bo'ldi. Mayra vaznini 91 kg gacha tushirdi va hatto yana turmushga chiqdi. Nihoyat u hayotini his qila boshladi. Ammo ortiqcha vazn insonga yashirin tahdid soluvchi narsa bo'lib, asta-sekin qiynashni boshladi. Afsuski, o'sha yili Mayra hayotdan ko'z yumdi. Aksariyat ortiqcha vaznga ega odamlar ozishni orzu qilsa, bu qizning hikoyasi haqiqatan ham hayratlanarli. Donna Simpson bolaligidan noto'g'ri ovqatlanish odatiga ega edi. Oshpazga turmushga chiqqandan so'ng ular kechasi birga steyk yeb beparvo hayot kechirishardi. Eri esa uning ortib borayotgan vaznidan faqat xursand bo'lardi, toki uni o'g'li bilan yolg'iz tashlab ketmaguncha. Shundan so'ng Donna dunyodagi eng semiz ayol rekordini yangilash uchun 450 kg gacha semirishga qaror qildi. Buning uchun u kuniga 12 ming kilokaloriya iste'mol qila boshladi. U fitness hamjamiyatlarda ovqat bilan bog'liq kontent yaratib, odamlar oldida ovqat yeyish yoki o'z shaklini o'lchab ko'rsatish orqali pul ishlab topardi. Ushbu faoliyat unga yiliga $90 ming daromad keltirdi. Vazni esa 320 kg ga yetdi. Aynan shu hamjamiyatda u ikkinchi turmush o'rtog'ini uchratdi va undan qiz farzand ko'rdi. Shu bois u rasmiy ravishda eng semiz ona unvoniga ega bo'ldi. Ko'rinishidan Donnani bu hayot tarzi to'liq qoniqtiradi. Lekin ortiqcha vaznli insonlarning hayoti juda murakkab. Ularning hayoti og'riq, tushkunlik va hatto oddiy harakatlanish bilan bog'liq qiyinchiliklarga to'la.